Qanday qilib o'zimni biznesimni o'zim reklama qilib, o'zim brend face bo'lsam bo'ladi? 3 ta fishkasini o'rgataman. Birinchisi bu kamera qo'rquvini yo'qotib, kamera bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Ikkinchisi nutqingizni rivojlantirishingiz kerak. Uchinchisi esa xarizmingizni yoqib olishingiz kerak. Kamera bilan ishlashni rivojlantirish uchun sizga oddiygina Telegram yordam beradi. Odatda SMS shaklida yoki ovozli xabar shaklida jo'natadigan xabarlaringizni yumaloqcha video shaklida jo'nating. O'zingizni ekranda ko'rishga o'rganasiz va bu sizda ko'nikma hosil qilishni boshlaydi. Vaqt kerak bo'ladi. Nutqni rivojlantiradigan eng zo'r mashq esa bu tez aytishlar. Iloji boricha ko'proq tez aytishlarni yodlab qaytaring. Uchinchi fishkamiz esa bu xarizma. Xarizmani yoqish uchun eng zo'r mashqni aytaman. Buning uchun telefonimizda budilnikni 10 daqiqaga qo'yamiz va telefonni iloji boricha uzoqroqqa qo'yamiz. Budilnik chalinmagunga qadar ko'zimizni uzmasdan oynaga qarashimiz kerak. Ana o'shandagina sizning xarizmingiz siz bilan gaplashishni boshlaydi. O'shanda uni his qilishni boshlaysiz. Undan ham zo'r layfhaklarni va fishkalarni o'rganmoqchimisiz? Obuna bo'ling.